mermi yoshga to'lgan edim, dilda tashvish jonimni sen o'tgan eding. Yurak sho'rlik barchasiga ko'ngan edim, yaxshi kunlar yomon kelib Çoğu mesele falan köy çocuğu var. Ana çoğu mesele. Şahlıktan mahkumluk. Yaşatanık. Ona çoğunun vaktiga, akrokalar vaktiga hamisha sog'lik qilaman. O'ylab muborak bo'lsin. Hasanjon. Çoğu mesele. Rahmat. Rahmat. Şahlıktan, anasını ikrafında şahlıktan gibi de anlatma orası. Rahmat. Acaba acaba. Otam rahmatli bo'lganda 60 yoshga to'lardi, o'g'li to'lardi, qilmoqchi edi, nasib qilmagan ekan Alloh. Alloh endi buyog'iga onajonim umr bersin. Ba'zi vaqtimizga sog'lik bersin. Jigarlarim, Qorsilarda bir gap bor deydi. Jigar, tas, jigar, tas. Jigarlarim, vaqtimni sog' bo'ling. Onajonimga bitta she'r aytib bermoqchiman. Onamga olib bordi. Bolangga olib bor dedi ya onam. Tog'gacha yig'ladi asfalt. Uning bilan dedi. Ko'zlaringga tikildim qarab. Suv ko'zlarda turardim o'zim. Sochidagi qormidi yorab qayerlarda edi. Men negadir asal olmadim. Yo olgani yo'qmidi pulim? Kimlargadir sovg'a bir joq o'z onamga yo'qmidi dedim. Allakimga qilgan sovg'amiz hatto ochilmaydi, pisand bo'lmaydi. Xursand bo'lsin deya tuqqan oramiz bir juft paypoqlanish esga kelmaydi. Men notavon, buyuk notavon, yolg'izimsiz otamdan qolgan azizimsiz mening mehribon. Charchagan qolgan opa-ukalardek kechirdik hayot. Xuddi opamlayni ahvol so'raman. Siz mening volidam, onamsiz xayro. Men sizni juda yaxshi ko'raman. Rahmat hammalarga. Jigarlarim duo qilaman. Rahmat. Onajonisini hurmat qilganda bitta chiroyli qarshi chalib qo'yasizlar. Bitta chiroyli
farzandlarini baxtiga hamisha sog' bo'lsin. Farzandlarini orzu havasini ko'rsin. Ana endi san'atkorlarimizga navbatni bersak, Shohruxjon kelin poshamiz bilan onajonimiz bilan bitta joyni qo'shiqqa raqsga tushib berasiz. Maylimi? Mirzo Qobuljon Nurullayev. Rahmat. Marhamat.